Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir mijozimizni xonadoniga 4 ta xonasi va koridoriga sifatli gilamlarimizdan qilib berdik. Kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar. Agar narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Moli ko'p deb mehmon bo'lma namarda, chimar faqir bo'lsa hamki borayna. Moli ko'p deb mehmon bo'lma namarda, chimar faqir bo'lsa hamki borayna.